Bu yerda sifatga shu daraja e'tibor qaratilganki, hatto shu mayda detal bo'lishiga qaramasdan Continental brendidan, ya'ni bu mirovoy brend hisoblanadi. O'sha mirovoy brenddan gidravlitskiy shlankalar qo'yilgan. Do'stlar, nimaga unaqa qilingan? Chunki arzimagan shu shlanka yirtilib ketadigan bo'lsa ham, moy to'kilib qoladi. O'sha shlanka agar zapchast skladingizda tayyor turgan bo'lsa, shu joyga qo'yishda o'ziga, gidrobatchokka moy quyishda o'ziga ham 2 soat, 3 soat vaqtingiz ketadi. Agar tayyor bo'lsa, uni Toshkentdan borishini kutadigan bo'lsangiz, tasavvur qiling, necha kun texnika ishsiz qoladi. E'tiboringiz markazida SDLG brendidan 9165, ya'ni xalq tili bilan aytganda 165 lik avtogreder do'stlar. 129 kilovat, 175 ot kuchiga ega VCI dvigateli turibdi do'stlar. Garantiyasi 2 yil, cheklovsiz motochas bemalol xarid qila olasizlar. Konkurentlarnikiga qaraganda atvalli kranштейni baquvvatlashtirilgan, juda ham qalin baquvvat metaldan ishlangan, bemalol xarid qila olasizlar. Ya'ni bu yerda qo'shimcha ravishda asosan avtogrederda harakatlantiruvchi mana shu yerda tsep bo'ladi, ya'ni ikkita o'sni harakatga keltiradigan tsep bo'ladi. O'sha tsep ham bu grederda boshqa brendlariga qaraganda baquvvatlashtirilgan hamda qalin tseplardan foydalanilgan. Video tagida yigitlarning kontaktini qoldiraman, bemalol murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotni albatta qo'ng'iroq orqali bilib olasizlar.